An'om surasi Makka da nozil qilingan 165 oyatdan iborat. An'om chorva mollari degani. Ular haqida bir necha oyatlar bo'lgani uchun sura shu nom bilan atalgan. Surada islom aqidasi asoslari, shariat ahkomlari, oilaviy masalalar, jihod ahkomlari, g'ayri dinlarga doir ko'rsatmalar, qiyomat, oxirat, payg'ambarlar, dunyo va hayot mohiyatiga taalluqli ma'lumotlar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle. Hamd osmonlar va yerni yaratgan, zulmatlar va nurni paydo etgan Allohga xosdir. So'ngra kofir bo'lganlar soxta ma'budalarni parvardigorlariga tenglashtirmoqdalar. U sizlarni odam atoni loydan yaratib, so'ngra ajal muddatini xalq qilgan zotdir. Belgilangan ajal, qiyomat bo'lish vaqti va boshqa hisoblar ham uning huzuridadir. Shundan keyin ham sizlar shak qilmoqdasizlar. U osmonlarda ham, yerda ham Allohdir. Sir tutgan u oshkor qilgan narsalaringizni bilur, qilayotgan ishlaringizni ham bilur. Ularga, Makka mushriklariga, parvardigorlarining dalillaridan qanday bir dalil kelmasin, baribir undan yuz o'giruvchi bo'ldilar. Ularga haqiqat, Qur'on kelishi bilan uni yolg'onga chiqardilar. Ularga o'zlari mazax qilib yurgan narsa, Qur'onning xabarlari tez orada kelib qolur. Ulardan oldin necha asr kishilarini halok etganimizni ko'rmadilarmi? Ularga yerda sizlarga bermagan imkoniyatlarni berdik. Ustilariga osmon yomg'irni yog'dirdik va ostilaridan anhorlarni oqizib qo'ydik. So'ngra gunohlari tufayli ularni halok qildik va ulardan keyin boshqa asr kishilarini keltirdik. Bordi-yu sizga, ey Muhammad, qog'ozga yozilgan bitikni tushirsagu, uni qo'llari bilan siypalab ko'rganlarida ham baribir kofir bo'lganlar, bu aniq sehrdan boshqa narsa emas degan bo'lar edilar. Yana ular unga, Muhammadga guvohlik berish uchun biror farishta tushsa edi dedilar. Agar farishta tushirsak, ish hal bo'lib, so'ngra ularga muhlat berilmas edi. Bordi-yu, uni payg'ambarni farishta qilganimizda ham uni erkak kishi suratida qilgan va ularga shubhali bo'lgan narsani yana shubhaliligicha qoldirgan bo'lar edik. Sizdan oldingi payg'ambarlar ham istehzo, mazax qilingan. So'ngra ularni masxara qilganlarni o'sha mazax qilgan narsalari, ya'ni haqiqat qamrab oldi, halok etdi. Ayting, yerni sayr qilib aylanib chiqingiz, so'ngra payg'ambarni yolg'onchiga chiqarganlarning oxir oqibati ne bo'lganini ko'ringiz. Ayting, osmonlar va yerdagi bor narsa kimniki? Ayting, Allohniki. U rahmatni, bor mavjudotga rahm shafqat qilishni o'ziga yozdi, zimmasiga oldi. Sizlarni albatta
qiyomat kuniga jam qilajak. Bunda shak yo'qdir. O'zlariga nisbatan ziyonkor bo'lganlar bunga iymon keltirmaydilar. Kecha va kunduzda sokin turuvchi narsalar ham unikidir. U Sami eshituvchi va Alim biluvchidir. Ayting, osmonlar u yerni ixtiro etgan, o'zgalarga yedirib, o'zi yemaydigan Allohdan o'zgani do'st tutayinmi? Ayting, dar haqiqat men musulmonlarning birinchisi bo'lishga buyurildim, aslo mushriklardan bo'lmang deb ham. Ayting, albatta men Rabbimga itoatsizlik qilishga, ulug' kun qiyomatning azobidan qo'rqaman. O'sha kuni kimdan u azob chetlatilgan bo'lsa, demak Alloh unga rahm qilibdi, najot beribdi. Bu aniq yutuqdir. Agar Alloh sizga biror zarar musibat yetkazsa, undan o'zga uni bartaraf etuvchi yo'qdir. Agar sizga biror xayriyatlik yetkazsa, bilingki, u hamma narsaga qodirdir. Bandalari ustidan u g'olibdir. U hakim, hikmatli va xabir, xabardordir. Ayting, guvohlik bo'yicha qaysi narsa kattaroq? Yana o'zingiz ayting, Alloh. U men bilan sizlarning o'rtamizda guvohdir. Sizlarni va da'vatim yetib borganlarni ogohlantirish uchun menga ushbu Qur'on vahiy qilindi. Sizlar haqiqatan ham Alloh bilan birga boshqa ilohlar ham bor deb guvohlik berasizmi? Ayting, men guvohlik bermayman. Ayting, dar haqiqat u yagona ilohdir. Men esa sizlar keltirayotgan shirkdan bezorman. Biz kitob bergan Yahudi va Nasroniylar uni, Muhammadni o'z o'g'illarini tanigandek taniydilar. O'zlariga ziyon qilganlargina unga iymon keltirmaydilar. Alloh sha'niga yolg'on to'qigan yoki uning oyatlarini yolg'onga yo'yuvchi kimsadan kim ham zolimroq ekan? Albatta, zolimlar oxiratda najot topmagaylar. Ularning hammasini yig'ib, keyin shirk keltirganlarga biz Alloh deb hisoblab yurgan sheriklaring qani deydigan kunni eslang. So'ngra ularning fitnasi, uzri faqat Rabbimiz bo'lmuş Allohga qasamki, biz mushrik bo'lmaganmiz deyishlari bo'lur. O'zlari nomidan yolg'on gapirishlarini va to'qib yurgan soxta ma'budlarning ulardan yo'qolib ketganini ko'ring. Ular ichida Qur'on o'qiganingizda sizga quloq soladiganlari ham bor. Uni fahmlamasliklari uchun qalblariga parda, quloqlariga og'irlik paydo qildik. Har turli mo'jizani ko'rsalar ham unga ishonmaydilar. Hattoki siz bilan bahslashgani huzuringizga kelganlarida kufrga ketganlar, bu aytganlari avvalgilardan qolgan afsonalardan boshqa narsa emas deydilar. Ular undan, islomdan qaytaradilar va undan o'zlari ham uzoqlashadilar. Sezmagan hollarida faqat o'zlarinigina halok qiladilar. Do'zax uzra to'xtatib qo'yilganda, koshki edi dunyoga qaytarilsak
Rabbimiz oyatlarini yolg'onga chiqarmaydigan mu'minlardan bo'lsak deganlarini ko'rganingizda edi. Yo'q, ularning oldindan yashirib yurgan sirlari ularga fosh bo'lib qoldi. Bordi-yu, dunyoga qaytarilsalar ham yana o'sha taqiqlangan narsalarga qaytgan bo'lar edilar. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. Yana shu dunyo hayotidan boshqa hech narsa yo'q. Biz qayta tiriltiruvchi emasmiz degan bo'lar edilar. Parvardigorlari huzuriga turg'izib qo'yilganlarida Alloh shu qayta tirilish haq emas ekanmi deganida ular yo'q Rabbimiz haqqi deganlarini Alloh kufrda bo'lganingiz sababli shu azobni totingiz deyishini ko'rsangiz edi. Dafatan qiyomat kelib qolganda gunohlarini orqalariga ortgan hollarida yo hasrato, unda yorug' dunyoda qosirlik qilgan ekanmiz deb aytadigan paytlariga qadar Allohga yo'liqishni yolg'onga chiqarganlar ziyon ko'radilar. Qarang, qanday yomon narsani orqalaydilar. Bu dunyo hayoti faqat behuda o'yin kulgidir. Taqvolilar uchun esa oxirat diyori yaxshidir. Aql yuritmaysizlarmi? Aytgan gaplari sizni ma'yus xafa qilayotganini yaxshi bilurmiz. Ular aslida sizni yolg'onchiga chiqarmayaptilar, balki bu zolimlar Allohning oyatlarini inkor etayotirlar. Sizdan oldingi payg'ambarlar ham yolg'onchiga chiqarilganlar. To ularga bizning yordamimiz kelgunga qadar yolg'onchiga chiqarilganlariga va berilgan aziyatlarga sabr qildilar. Allohning so'zlari, va'dalarini o'zgartiruvchi kuch yo'qdir. Sizga o'tgan payg'ambarlar xabaridan qisman keldi. Agar ularning e'tirozlari sizga og'ir botayotgan bo'lsa, yerga teshik yoki osmonga narvon izlab bo'lsa ham ularga biror mo'jiza keltira olsam deysiz. Agar Alloh istaganida edi, ularni hidoyat uzra jam qilgan bo'lar edi. Bas, buning hikmatini bilmaydigan johillardan bo'lmang. Albatta, gapni qabul qulog'i bilan eshitadiganlar da'vatingizni qabul qilurlar. O'liklarni esa Alloh tiriltirur. So'ngra uning huzuriga qaytarilurlar. Aytdilar: unga Rabbi tomonidan biror mo'jiza tushirilsa edi. Ayting, albatta Alloh mo'jiza tushirishga qodirdir, lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar. Yerdagi biror jonivor va biror ikki qanoti bilan uchadigan parranda yo'qki, ular ham sizlar kabi ummatlar bo'lmasalar. Kitobda, Lavhul Mahfuzda biror narsani yozmasdan qoldirmaganmiz. So'ngra hamma ummatlar Parvardigorlari huzuriga jamlanurlar. Bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar zulmatlar ichidagi kar va soqovdirlar. Alloh xohlagan kishini adashtirur va xohlagan kishini to'g'ri yo'l uzra sobit qilur. Ayting, agar rostgo'y bo'lsangiz, o'yladingizmi, agar sizlarga Allohning azobi kelsa
yoki sizlarga qiyomat kelsa Allohdan o'zgaga iltijo qilgan bo'larmidingiz? Yo'q. Uning o'zigagina iltijo qilgan bo'lardingiz. U esa xohlasa so'ragan narsangiz baloni daf etar edi. Bunday holatda keltirib yurgan shirkingizni unutasiz. Sizdan oldingi ummatlarga ham payg'ambarlar yuborganmiz. Keyin zora tavba tazarru qilsalar deb ularni balo va ofatlarga duchor qilganmiz. Ularga bizning balomiz kelganda tavba tazarru qilsalar bo'lmasmidi? Lekin dillari qotdi va shayton ularga qilib yurgan ishlarini zinatli qilib ko'rsatdi. Ular eslatilgan narsa sinov kunlarini unutganlarida ularga har narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Toki ularga berilgan narsa nozu ne'matlar bilan shod va xurram bo'lib turganlarida ularni birdan zabt etdik. Bas, endi ular noumiddirlar. Zulm qilgan qavmning dumi qirqildi, tugadi. Olamlar Rabbi bo'lmish Allohga hamd. Ayting, o'ylab ko'rdingizmi? Bordi-yu Alloh quloq va ko'zlaringizni olib qo'ysa va dillaringizni muhrlab qo'ysa, Allohdan boshqa uni qayta joyiga keltiradigan iloh kim ekan? Oyatlarni qanday tasarruf qilayotganimizda so'ngra ularning yuz o'girib ketishlariga bir boqing. Ayting, o'zlaringizni bir o'ylab ko'rdingizmi? Agar Allohning azobi birdaniga yoki oshkori kelsa, zolimlar qavmidan boshqasi halok qilinarmidi? Biz elchi, payg'ambarlarni faqat olamlarga xushxabar eltuvchi va ogohlantiruvchilar sifatida yuboramiz. Kimki iymon keltirib xatolarini tuzatsa, u kabilarga xavf ham yo'q va ular tashvish ham chekmaydilar. Oyatlarimizni yolg'onga chiqaruvchilarga esa buzg'unchilik qilganlari sababli azob yetar. Ayting, sizlarga huzurimda Allohning xazinalari bor ham demayman va g'aybni ham bilmayman. Shuningdek sizlarga men farishtaman ham demayman. Men faqat menga vahiy qilingan narsalargagina ergashuvchiman. Ayting, ko'zi ko'r odam bilan ko'ruvchi odam teng bo'lurmi? Bas, fikr yuritmaysizmi? Ular uchun Allohdan boshqa do'st ham, oqlovchi ham bo'lmagan holda Parvardigorlari huzuriga jam bo'lishlaridan qo'rqadiganlarni u vahiy bilan ogohlantiring, zora taqvoli bo'lsalar. Erta-yu kech doimo Parvardigorlarining yuzini istab, unga duo ibodat qilayotganlarni huzuringizdan haydamang. Siz ularning ishlari hisobotidan biror narsaga mas'ul emassiz. Ular ham sizning ishlaringiz hisobotidan biror narsaga mas'ul emaslar. Ularni haydab, istamkorlardan bo'lib qolmang. Bizlarning ichimizdan kelib Alloh o'shalarga ne'mat ato etdimi deyishlari uchun ularning ba'zilarini ba'zilari bilan ana shunday imtihon qildik. Shukr qiluvchilar kim ekanini Alloh biluvchiroq emasmi? Huzuringizga
oyatlarimizga iymon keltirayotganlar kelganlarida ayting: sizlarga salom, salomatlik, Rabbingiz rahmat qilishni o'ziga yozdi. Sizlardan kimki johillikda yomonlik gunoh ish qilgan bo'lib, so'ngra o'sha gunohidan keyin tavba qilib, o'zini isloh etsa, bas, albatta u kechirimli va rahimlidir. Ana shunday uslubda oyatlarimizni batafsil bayon qilamiz va gunohkorlar yo'li oydinlashishi uchun ham bayon qilamiz. Ayting: men Allohni qo'yib, sizlar sig'inayotgan ma'budlarga ibodat qilishdan qaytarilganman. Ayting: sizlarning xohishlaringizga ergashmayman, zero unda men adashgan bo'lib, hidoyat topganlardan bo'lmay qolurman. Ayting: men Rabbimdan kelmish hujjat uzradirman, sizlar esa uni yolg'onga chiqardingiz. Sizlar qistayotgan azob mening huzurim, ixtiyorimda emas. Hukm Allohdan o'zganiga emas. U haq narsani bayon qilur, u ajrim etuvchilarning yaxshisidir. Ayting: agar sizlar qistayotgan narsa mening huzurimda bo'lganda edi, men bilan sizlar o'rtamizdagi ish allaqachon hal bo'lgan bo'lar edi. Alloh zolimlarni yaxshi biluvchidir. G'ayb, yashirin ish va narsalar kalitlari uning huzuridadir. Ularni undan o'zga bilmas. Yana quruqlik va dengizdagi narsalarni ham bilur. Biror yaproq uzilib tushsa ham uni bilur. Yer zulmatlari qa'ridagi urug' bo'lmasin, ho'lu quruq bo'lmasin, hammasi aniq kitob Lavhul Mahfuzda yozilgandir. U tunda sizlarni vafot ettiradigan, uxlatib ruhingizni vaqtincha oladigan, kunduzi qilgan ishlaringizni biladigan zotdir. So'ngra belgilangan muhlat umr ado etilishi uchun unda kunduzi sizlarni yana tiriltirur, uyg'otur. Keyin unga qaytish bor. So'ngra sizlarga qilgan ishlaringiz xabarini berur. U bandalari ustidan barcha ishda g'olibdir. Ustingizga savob va gunohlaringizni bitib saqlovchi farishtalarni yuboradi. Birortalaringizga o'lim kelgan paytda uni elchi farishtalarimiz erinmay o'z vaqtida vafot ettirurlar. So'ngra ular haqiqiy egalari Alloh huzuriga qaytarilurlar. Hukm esa unikidir. U hisoblovchilarning tezkoridir. Ayting: quruqlik va dengiz zulmat, dahshat va falokatlaridan unga oshkora yolvorib va xufiyona agar bizga bu xatardan najot bersa, qasamki albatta shukr qiluvchilardan bo'lur edik deb duo qilganingizda kim sizlarni qutqaradi? Ayting: sizlarni ulardan Alloh qutqaradi. So'ngra sizlar yana shirk keltiraverasiz. Ayting: u sizlarga tepangizdan yoki oyoqlaringiz ostidan azob yuborishga, yoxud sizlarni turli firqalarga aylantirib, ba'zingizga ba'zilar zararini tottirishga ham qudrati yetadigan zotdir. Ko'ring, anglab yetsinlar deb oyatlarni qanday atroflicha bayon qilamiz. Qavmingiz uni, Qur'onni yoki azobni yolg'onga chiqardi.
holbuki u haq edi. Ayting, men sizlarga vakil, soqchi emasman. Har bir xabarning qaror topadigan o'rni va vaqti bor. Tez fursatda bilib olursiz. Oyatlarimizga nisbatan mensimaslikka kirishib ketayotganlarni ko'rsangiz, to boshqa gapga ko'chmagunlarigacha ulardan yuz o'giring. Agarda shayton yodingizdan chiqarsa, eslaganingizdan keyin zolimlar qavmi bilan o'tirmang. Taqvo qiluvchilar zimmasida ular zolimlarning qilmishlaridan hech qanday hisobot berish yo'q. Lekin mazkur gunohlardan saqlanishlari uchun eslatma bilan ogohlantirish lozimdir. Dinlarini o'yin va behuda narsa qilib olgan va bu dunyo hayoti aldab qo'yganlarni qo'yavering, ularga parvo qilmang. Har bir jon o'z qilmishi sababli halok bo'lishi, Allohdan boshqa hech bir do'st va oqlovchi bo'lmasligi, badalning hammasini bersa ham undan olinmasligini u Qur'on orqali eslating. O'z qilmishlari sababli azoblanadiganlar ana o'shalardir. Ular uchun kufrda bo'lganlari tufayli qaynoq suvdan iborat ichimlik va alamli azob bordir. Ayting, Allohni qo'yib bizga foyda ham, zarar ham yetkazmaydigan narsaga iltijo qilamizmi? Va Alloh bizni hidoyat yo'liga solgandan keyin yana ortimizga qaytarilamizmi? Unda xuddi jinlar chalib ketgach, yerda hayronlikda yurganda o'rtoqlari biz tomonga kel deb to'g'ri yo'lga chaqirgan kimsaga o'xshab qolamiz-ku. Ayting, Allohning hidoyatigina haqiqiy hidoyatdir. Biz esa butun olamlarning Rabbiga bo'yin sunishga buyurilganmiz. Bizga yana namozni mukammal ado etingiz va undan qo'rqingiz, u o'sha huzuriga sizlar jam bo'ladigan zotdir deb buyurilgan. U osmonlar va yerni hikmat bilan yaratgan zotdir. Bo'l degan onda istagani bo'ladi. Uning so'zi haqdir. Sur chalinadigan kuni hukmronlik faqat unikidir. Yashirin va oshkora narsalarni biluvchidir. U hakim, hikmatli va xabir, xabardordir. Ibrohim otasi Ozarga sanamlarni iloh qilib olasizmi? Men sizni va qavmingizni zalolatda ko'ryapman deganini eslang. Shu tarzda Ibrohimga osmonlar va yerning mulkini, ajoyibotlarini ko'rsaturmiz. Chinakam ishonuvchilardan bo'lishi uchun shunday qildik. Tun zulmati uni qoplaganda yulduzni ko'rib, mana shu Rabbim dedi. U botib ketganda esa botib ketuvchilarni yoqtirmayman dedi. Chiqayotgan oyni ko'rib, mana shu Rabbim dedi. Botib ketganda esa agarda Rabbim meni hidoyatga solmasa, albatta adashganlar qavmidan bo'lib qolurman dedi. Chiqayotgan quyoshni ko'rib, mana shu Rabbim shu kattaroq-ku dedi. Botib ketganda esa, ey qavmim, albatta men sizlar keltirayotgan shirkdan bezordirman.
men to'g'ri yo'lni tanlagan holimda yuzimni osmonlar va yerni ixtiro etgan zotga qaratdim. Men mushriklardan emasman dedi. Qavmi u bilan bahslashdim. Shunda u dedi: men bilan Alloh haqida bahslashasizmi? Axir u meni hidoyatga yo'llagan bo'lsa, men sizlar keltirgan shirkdan qo'rqmayman. Illo Rabbim biror narsani xohlasa, o'sha bo'lur. Rabbim ilm jihatidan har narsani qamrab olgan. Buni eslab ko'rmaysizlarmi? Sizlar keltirgan shirkdan qanday ham qo'rqayinki, sizlarga biror hujjat qilib tushurmagan narsani Allohga sherik qilishdan qo'rqmayotgan bo'lsangiz. Bu ikki guruhning qaysinisi qo'rqmay xotirjam bo'lishga haqliroqdir? Biladigan bo'lsangiz ayting. Iymon keltirgan va iymonlariga zulm, shirkni aralashtirmaganlar, aynan o'shalarga xavfsizlik bordir va ular hidoyat, to'g'ri yo'l topgan zotlardir. Ibrohimga qavmi ustidan bergan hujjatimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni darajalarga ko'tarurmiz. Albatta Rabbingiz hikmat va ilm sohibidir. Unga, Ibrohimga Ishoq va Yaqubni ato etdik. Hammasini hidoyatga yo'lladik. Oldin Nuhni ham hidoyatga yo'llagan edik. Uning zurriyotidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa va Harunni ham yo'lladik. Chiroyli ish qiluvchilarni mana shunday taqdirlaymiz. Zakariya, Yahyo, Iso va Ilyosni ham hidoyatga yo'lladik. Hammasi solihlardandir. Ismoil, Al-Yasa, Yunus va Lutni ham hidoyatga yo'lladik. Hammalarini olamlar uzra afzal qildik. Shuningdek, ularning ota-bobolaridan, zurriyotlaridan va aka-ukalaridan ba'zilarini ham afzal qildik. Ularni tanlab olib, to'g'ri yo'lga, haq dinga boshladik. Allohning hidoyati shudir. U bilan xohlagan bandalarini yo'lga soladi. Agar mushrik bo'lganlarida qilgan savobli amallari yo'qqa chiqqan bo'lur edi. Ana o'shalar biz kitob, hukm, hikmat va payg'ambarlik bergan zotlardir. Agar ularni ana ular Makka mushriklari inkor etsalar, ularni inkor etmaydigan qavmni ularga vakil qilib qo'yganmiz. Aynan o'shalar Alloh hidoyatga boshlagan zotlardir. Bas, siz ham ularning yo'liga iqtido qiling. Ayting, sizlardan uning payg'ambarlik xizmati uchun haq so'ramayman. U faqat olamlar uchun eslatmadir. Allohni qadriga loyiq qadrlamadilar. Dedilarki, Alloh bashar zotiga hech narsa nozil qilgan emas. Ayting, odamlar uchun nur va hidoyat sifatida Muso keltirgan, sizlar uni sahifa qilib olib, bir qismini oshkora, ko'pini esa maxfiy tutgan va unda o'zlaringiz va ota-bobolaringiz bilmagan ilmlar bildirilgan kitob, Tavrotni kim nozil qilgan edi? Yana o'zingiz Alloh nozil qilgan edi deb ayting. So'ngra ularni
o'z hollariga qo'yib bering. O'ynab, adashib yuraversinlar. Bu Qur'on bir muborak, o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi. Ummul Quro deb atalmish Makka ahlini va uning atrofidagi kishilarni ogohlantirishingiz uchun biz nozil qilgan kitobdir. Oxiratga iymon keltiradiganlar unga ham iymon keltiradilar va ular namozlarini muhofaza qiladilar, davomatli o'qiydilar. Alloh sha'niga yolg'on to'qigan, hech narsa vahiy qilinmagan bo'lsa-da, menga vahiy qilindi degan, shuningdek Alloh nozil etgan kabi men ham oyatlarni nozil qilaman degan kimsalardan kim ham zolimroqdir? Bu zolimlarni o'lim iskanjasida qolganlarida farishtalar qo'llarini ularga cho'zib, jonlaringni chiqaringiz. Bugun Alloh sha'niga nohaq, noloyiq sifatlarni gapirganingiz va uning oyatlariga amal qilishdan kibrlanganingiz sababli xorlik azobi bilan jazolanasiz deb turgan holatlarini bir ko'rsangiz edi. Alloh qiyomat kuni aytur, huzurimizga sizlarni birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, shunday yolg'iz keldingiz. Sizlarga mulk qilib bergan boyliklarni ortingizda qoldirdingiz. Oralaringizda Allohga sherik deb gumon qilib yurgan shafoatchi oqlovchilaringizni sizlar bilan birga ko'rmayapmiz. Orangiz uzilib qolibdi. Oqlaydi deb o'ylab yurgan butlaringiz esa sizlardan g'oyib bo'libdi. Alloh don va urug'larni yoruvchi va undiruvchidir. O'likdan tirikni chiqaradi va u tirikdan o'likni chiqaruvchidir. Ana o'sha Allohdir. Bas, qayoqqa og'ib ketayapsiz? U tong ottiruvchidir, tunni oromgoh, quyosh va oyni esa hisob belgilari qilib qo'ydi. Bu qudratli va dono zotning o'lchovidir. U sizlar uchun quruqlik va dengiz qorong'uliklarida yo'l topishingiz uchun yulduzlarni yaratgan zotdir. Biladigan kishilar uchun oyatlarni batafsil bayon qildik. U sizlarni bir jon Odam alayhissalomdan paydo qilgan zotdir. Demak, inson uchun ona qorni qarorgoh va ota pushti omonatgoh ekan. Fahmlaydigan qavm uchun oyatlar tafsilotini berdik. U osmondan suv, yomg'ir tushirgan zotdir. U bilan har narsani yerdan undirib chiqardik. Undan yashil giyoh, poliz ekinlarini chiqardik. Undan boshoq kabi zich tarkibli donlarni chiqaramiz. Xurmodan esa uning shoxidagi meva boshlari yerga yaqini va yaqin bo'lmaganlari bor. Shuningdek, uzumzor bog'lar, bir-biriga o'xshagan va o'xshamagan zaytun va anorlarni chiqardik. Ularning mevalangandagi xo'r mevasiga va pishganiga ibrat ko'zi bilan boqing. Shu bilganlaringizda albatta iymon keltiruvchi qavmlar uchun alomatlar bordir. Allohga jinlarni sherik qildilar.
vaholanki ularni o'zi yaratgan, bilmagan holda unga o'g'il va qizlarni to'qib chiqardilar. U Alloh bular tavsif etayotgan sifatlardan pok va a'lodir. U osmonlar va yerning ixtirochisidir. Uning yori jufti bo'lmagan bo'lsa, qayoqdan unga farzand bo'lsin? Hamma narsani yaratdi. U hamma narsaning bilimdonidir. Ana o'sha Rabbingiz Allohdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. U hamma narsaning yaratuvchisidir. Bas unga ibodat qilingiz. U har narsa ustidan vakil kuzatuvchidir. Ko'zlar uni idrok etmas, ko'zlarni u idrok etar. U latif, daqiq narsalarni biluvchi va xabir, xabardordir. Rabbingizdan sizlarga dilkash dalillar keldi. Kimki qalb ko'zi bilan ko'ra olsa, o'ziga yaxshi. Kimki ko'rlik qilsa, o'ziga yomondir. Men ustilaringizda qo'riqchi emasman. Sizga oldingi ilohiy kitoblardan dars olib o'rgangandirsan deyishlari uchun va biluvchi qavmga bayon qilib berishimiz uchun bu oyatlarni mana shunday tasarruf qilmoqdamiz. Rabbingizdan sizga vahiy etilgan narsa oyatlarga ergashing. Undan o'zga iloh yo'q. Mushriklardan esa chetlaning. Agar Alloh istasa, ular shirk keltirmagan bo'lar edilar. Sizni esa ular ustidan qo'riqchi qilib qo'yganimiz yo'q. Siz ularga vakil, soqchi ham emassiz. Allohdan o'zgaga sig'inadiganlar butlarini so'kmangiz. Aks holda ular haddan oshib, bilmasdan Allohni so'kib yuboradilar. Shunga o'xshab, har bir ummat ishini o'ziga chiroyli ko'rsatib qo'ydik. So'ngra qaytar joylari Parvardigorlari huzurigadir. Ana o'shanda ularga qilgan ishlarining xabarini berur. Agar ularga oyat kelsa, albatta iymon keltirishlari haqida jiddu jahd bilan Allohga qasam ichadilar. Oyatlar Allohning huzuridadir deb ayting. Qaydan ham bilursizlar, oyatlar kelganda ham balki iymon keltirmaslar. Birinchi marta unga iymon keltirmaganlaridek dillari va ko'zlarini teskari qilib qo'yamiz va o'z tug'yonlarida gangib yurgan hollarida ularni tark eturmiz. Sakkizinchi pora An'am surasining 111 oyatidan boshlanadi. Mabodo biz ularga farishtalarni tushursak va o'liklar tirilib ularga gapirsa, hamda hamma narsani kafil sifatida ularga ularning muqobiliga jam qilganimizda ham Alloh xohlaganidan boshqalari iymon keltirmagan bo'lar edilar. Lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar. Shuningdek, har bir payg'ambarga insu jinning shaytonlarini dushman qilib qo'ydik. Ular aldash maqsadida soxta xushsuxanlik bilan bir-birlariga vasvasa qiladilar. Agar Rabbingiz xohlasa, bunday qilmagan bo'lar edilar.
ularni ham, to'qiyotgan bo'xtonlarini ham qo'yavering. U soxta so'zlardan oxiratga ishonmaydiganlarning dillari ta'sirlanishi va u bilan qanoatlanib qiladigan narsa gunohlarini qilishlari uchun vasvasa qildilar. Ularga ayting: Allohdan boshqa hakam izlayimmi? Holbuki u sizlarga kitob Qur'onni batafsil nozil qilgan zotdir. Biz kitob bergan ahli kitoblar u Qur'onning haqiqatan Rabbingizdan nozil qilinganini biladilar. Bas siz aslo shak qiluvchilardan bo'lmang. Rabbingiz so'zi rostlik va adolat jihatidan kamolga yetdi. Uning so'zlarini o'zgartiruvchi kuch yo'q. U sami, eshituvchi va alim, donodir. Yer yuzidagi ko'p kishilar so'ziga itoat qiladigan bo'lsangiz, sizni Alloh yo'lidan yanglishtiradilar. Ular faqat gumonga beriladilar va faqat yolg'onchilik qiladilar. Albatta, Rabbingiz uning yo'lidan yanglishgan kimsani ham yaxshi biluvchi va u hidoyat topganlarni ham yaxshi biluvchidir. Bas, ey musulmonlar, agar uning oyatlariga iymon keltiruvchi bo'lsangiz, so'yishda Allohning nomi aytilgan narsa halol hayvonlar go'shtidan tanovvul qilingiz. Sizlarga ne bo'ldiki, Allohning nomi aytilgan narsa hayvon go'shtlaridan yemaysizlar? Vaholanki u sizlarga harom qilgan narsalarni zarurat holatingiz mustasnoligini batafsil bayon qilgan edi. Albatta, ko'pchilik o'z havoyu xohishlari tufayli bilmasdan o'zlarini yanglishtiradilar. Albatta, Rabbingiz tajovuzkorlarni biluvchiroqdir. Gunohning oshkorasini ham, maxfiysini ham tark etingiz. Albatta, gunoh qilganlar qilmishlari tufayli jazo qilinadi. Allohning nomi aytilmagan narsalardan yemangiz. Zero u fosiqdir. Shaytonlar esa o'z do'stlari mushriklarni sizlar bilan bahslashishlari uchun vasvasa qilurlar. Agar ularga itoat qilsangiz, albatta sizlar ham mushriklarsiz. O'lik kofir bo'lgan odamni hidoyat bilan tiriltirib, unga odamlar ichida o'zi bilan olib yuradigan nur iymonni berganimizdan keyin u zulmatlar ichida qolib, undan chiqmaydigan kimsaga o'xshaydimi? Shunga o'xshash kofirlarga o'z ishlari zinatli ko'rinadigan qilib qo'yildi. Shuningdek, har bir qishloqda uning yirik jinoyatchilarini u yerda makr qiladigan etib qo'ydik. O'zlari sezmagan holda ular faqat o'zlarigagina makr qiladilar. Ularga biror oyat yoki mo'jiza kelsa aytadilar: bizga Allohning boshqa payg'ambarlariga berilgani kabi oyat yoki mo'jizalar berilmagunicha sira iymon keltirmaymiz. Alloh payg'ambarlikni qayerga qo'yish, ravo ko'rishni yaxshi biluvchidir. Jinoyat qilganlarga makr qilganlari sababli Alloh huzurida xorlik va shiddatli azob muhayyodir. Alloh kimni hidoyatga yo'llashni iroda etsa,
uning ko'ksi qalbini islom uchun keng ochib qo'yadi. Kimni adashtirishni iroda etsa, ko'ksini go'yo osmonga ko'tarilib ketayotgandek tor va siqiq qilib qo'yadi. Shunday qilib, Alloh iymon keltirmaydiganlarga loyiq jazoni ravo ko'rgan. Rabbingizning to'g'ri yo'li shudir. Eslatma oluvchi qavm uchun oyatlarni batafsil bayon etdik. Ular uchun Parvardigorlari huzurida tinchlik diyori jannat bordir. Qilgan solih amallari sababli u ularning do'stidir. Ularning hammasini jam etadigan kunda aytamiz: ey jinlar to'dasi, insonlardan siz chalg'itganlar sonini ko'paytirdingiz-ku. Shunda ularning insonlardan bo'lgan do'stlari: ey Rabbimiz, biz shunchaki bir-birimizdan foydalandik va o'zing biz uchun belgilagan muddatga yetib keldik deganlarida Alloh aytadi: joyingiz do'zax, u yerda mangu qolursiz. Illo Alloh xohlagan vaqtlar bundan mustasnodir. Albatta, Rabbingiz hikmat va ilm sohibidir. Shunday qilib, zolimlarning qilmishlari sababli birini biriga yaqin ro'baro qilib qo'yamiz. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'zingiz o'z jinsingizdan payg'ambarlar kelib, sizlarga oyatlarimni aytib, ushbu kuningizga yo'liqishingizdan ogohlantirgan emasmidilar? Ular javob berib, o'zimizga qarshi guvohlik beramiz deydilar. Ularni shu dunyo hayoti aldab qo'ygan. Natijada o'zlarining zarariga kofir bo'lganlari bo'yicha guvohlik berdilar. Bu ishimizning boisi Rabbingizning aholisi g'ofil, ogohlantirilmagan qishloqlarni zulm bilan halok qiluvchi emasligidir. Har kim uchun qilgan amallaridan kelib chiqib belgilangan daraja, maqomlar bor. Rabbingiz ularning qilayotgan amal ishlaridan g'ofil emasdir. Rabbingiz boy va marhamatlidir. Agar xohlasa, sizlarni ketkazib, yo'q qilib, sizlardan keyin o'rningizga xuddi sizlarni boshqa qavm zurriyotidan paydo qilgani kabi o'zi xohlagan avlodni keltiradi. Albatta, sizlarga va'da qilinayotgan narsa oxiratdagi ishlar keluvchidir. Sizlar o'lib ketish bilan bizni ojiz qoldiruvchi emassiz. Ayting, ey Muhammad, ey qavmim, makoningizda o'z aqidangizda turib amal qilavering. Men ham albatta amal qiluvchiman. Diyor oxiratning oqibati kimga bo'lishini bilajaksiz. Albatta zolimlar najot topmagaylar. Mushriklar u yaratgan ekin va chorvalardan Allohga ulush ajratib, o'z aqidalari bo'yicha bu Alloh uchun, bunisi sherik butlarimiz uchun deydilar. Bas, butlari uchun bo'lgani Allohga yetib bormaydi. Alloh uchun bo'lgani sherik butlariga yetib boradi.
qilgan hukmlari naqadar yomon. Shunday qilib ko'p mushriklarga o'z sherik butlari ularni halokatga uchratish va dinlarini chalkashtirib yuborish uchun o'z bolalarini o'ldirish kabi noxush ishlarni chiroyli ma'qul ko'rsatib qo'ydilar. Agar Alloh xohlaganida buni qilmagan bo'lar edilar. Ularni ham bo'xtonlarini ham o'z hollariga qo'yavering. Ular o'z aqidalaricha bu chorva va ekinlar harom. Ularni faqat biz ravo ko'rganlargina yeydilar. Bu hayvonlarni esa minish harom qilingan. So'yishda Allohning nomi aytilmaydigan hayvonlar ham bor, deb u Allohning sha'niga bo'xton to'qiydilar. To'qigan bo'xtonlari sababli u ularni jazolagay. Yana aytadilarki, bu hayvonlarning qorinlaridagi narsalar faqat erkaklarimiz uchundir. Xotinlarimizga ular harom qilingandir. Agar qorindagi narsa o'lik bo'lsa, hammalari eru xotinlar sherik emish. Bu vasflariga yarasha Alloh ularni jazolagay. Albatta, u hikmat va ilm sohibidir. O'z bolalarini bilmasdan johilona o'ldirgan va Allohga tuhmat qilib, ular uchun Alloh rizq qilib bergan hayvonlarni haromga chiqarganlar albatta o'zlariga ziyon qildilar. Ular haqiqatan adashdilar va to'g'ri yo'lga yuruvchi bo'lmadilar. U Alloh shunday zotki, so'ri toklarga ko'tarib qo'yiladigan va ko'tarib qo'yilmaydigan uzumzor bog'larni, ta'mi turlicha bo'lgan xurmo va mevali daraxtlarni, rang va ta'mda o'xshash va o'xshamas zaytun va anorlarni paydo qildi. Meva hosil qilganda mevasidan tanavvul qilingiz. Hosil yig'ish kunida muhtojlarga haqqini, ushri va xirojini beringiz va isrof qilmangiz. Albatta, u isrof qiluvchilarni sevmaydi. Hayvonlardan esa yuk ko'taradigan va so'yish uchun yotqiziladiganlarini paydo qildi. Alloh sizlarga rizq qilib berganlaridan yeyaveringiz. Shayton izlaridan ergashmangiz, albatta u sizlarga aniq dushmandir. 8 juft hayvonlar, qo'ydan 2 jins va echkidan 2 jinsni yaratdi. Ayting, shu 2 erkagini harom qilganmi yoki 2 urg'ochisinimi? Yoxud ikkala urg'ochi bachadonlaridagi homilanimi? Agar rostgo'y bo'lsangiz, ilm, hujjat bilan menga xabar beringiz. Shuningdek, tuyadan 2 jins, qora moldan 2 jinsni yaratdi. Ayting, shu 2 erkagini harom qilganmi yoki 2 urg'ochinimi? Yoxud ikkala urg'ochi bachadonlaridagi homilanimi? Yoki Alloh shu hukmni buyurayotganiga guvohmisizlar? Odamlarni adashtirish uchun ilmsizlik bilan Alloh sha'niga yolg'on to'qigan kimsadan ko'ra
kim ham zolimroqdir? Albatta, Alloh zolimlar qavmini hidoyat etmagan. Ayting, menga vahiy qilingan narsa Qur'ondan taom yeydigan kishiga o'limtik, to'kilgan qon, cho'chqa go'shti albatta palit va so'yishda Allohdan o'zganing nomi atalgan fisq hayvondan boshqa yeyish harom qilingan narsani topmayapman. Bas, kimki zaruratda qolib boshqaga zulm qilmagan va zarurat haddidan oshmagan holda ularni yesa, albatta Rabbingiz kechirimli va rahimlidir. Yahudiy bo'lmish kimsalarga barcha tuyoqli hayvonlarni harom qildik. Sigir va qo'ylardan yog'larini ularga harom qildik. Illo biqinlaridagi yo ichlaridagi yoki suyakka qapishgan narsa yog'larni harom qilmadik. Bu ularni tajovuzkorliklari sababli jazolaganimizdir. Biz albatta rostgo'ydirmiz. Agar sizni yolg'onchiga chiqargan bo'lsalar, ayting, Rabbingiz keng rahmat egasidir. Uning azobi esa jinoyatchilar qavmidan aritilmaydi. Shirk keltirgan kimsalar Alloh xohlaganida biz ham ota-bobolarimiz ham mushrik bo'lmagan va biror halol narsani harom qilmagan bo'lar edik deyishadi. Ulardan oldingilari ham to azobimizni totmagunlaricha payg'ambarlarni xuddi shunday yolg'onchiga chiqarganlar. Ayting, sizlarda bizga chiqaradigan, ko'rsatadigan ilm, hujjat bormi? Sizlar faqat gumonga ergashmoqdasiz va sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz. Ayting, yetuk hujjat faqat Allohnikidir. Agar xohlaganda edi, hammangizni hidoyatga yo'llagan bo'lar edi. Ayting, mana shu narsalarni Alloh harom qilganiga guvohlik beruvchi guvohlaringizni keltiringiz. Agar guvohlik bersalar, siz ular bilan birga guvohlik bermang. Bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va oxiratga ishonmaydiganlarning havoyi nafslariga ergashmang. Ular parvardigorlariga o'zgalarni tenglashtirayotganlar. Ayting, kelingiz, Rabbingiz sizlarga harom qilgan narsalarni o'qib beray. Unga biror narsani sherik qilmangiz. Ota-onaga yaxshilik qilingiz, bolalaringizni qashshoqlikdan qo'rqib o'ldirmangiz. Biz sizlarni ham, ularni ham rizqlantirurmiz. Fahsh ishlarning oshkorasiga ham, pinhonasiga ham yaqinlashmangiz. Alloh taqiqlagan jonni nohaq qatl qilmangiz. Aql yuritishingiz uchun Allohning hukm qilgani shulardir. To voyaga yetgunicha yetimning moliga yaqinlashmangiz. Magar chiroyli yo'l bilan yaqinlashishingiz mumkin. O'lchov va tarozini adolat bilan to'la ado etingiz. Hech bir jonni toqatidan tashqarisiga taklif amr qilmaymiz. Gapirganingizda guvoh sifatida garchi qarindoshingiz bo'lsa ham adolatli bo'ling. Allohning olgan ahdiga esa vafo qiling.
eslatma olishingiz uchun Alloh qilgan hukmlari mana shulardir. Albatta, mana shu mening to'g'ri yo'limdir. Unga ergashingiz, boshqa turli yo'llarga ergashmangiz. Aks holda ular sizlarni uning yo'lidan ayirib qo'yadi. Taqvoli bo'lishingiz uchun Allohning qilgan hukmlari mana shulardir. So'ngra chiroyli, savobli amal qilganlarga ne'matlarimizni mukammal berish va barcha narsa tafsiloti uchun hamda hidoyat va rahmat bo'lishi uchun Musoga kitob Tavrotni berdikki, shoyat ular Isroil avlodi Parvardigorlari bilan muloqotda bo'lishlariga iymon keltirsalar. Mana bu biz nozil qilgan muborak kitob Qur'ondir. Unga ergashingiz va taqvoli bo'lingiz, toki rahm qilingaysiz. Bizdan oldingi ikki toifaga kitob nozil qilingan edi. Biz esa ularni o'rganishdan g'ofilmiz deyishingiz, yoki agar bizga ham kitob nozil qilinganda edi, biz ulardan ko'ra hidoyatliroq bo'lar edik deyishingiz, bizga azaldan ma'lum bo'lgani uchun Qur'onni nozil etdik. Albatta, sizlarga Rabbingizdan hujjat, hidoyat va rahmat keldi. Bas, Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan va ulardan yuz o'girgandan ko'ra kim zolimroq ekan? Oyatlarimizdan yuz o'girganlarni yuz o'girib yurganlari tufayli yomon azob bilan jazolaymiz. Ular faqat jon oluvchi farishtalar kelishini, yo Rabbingiz azobi kelishini, yoki Rabbingiz belgilari, qiyomat alomatlaridan ba'zisi kelishinigina kutmoqdalar. Rabbingiz belgilaridan ba'zisi kelgan kuni esa oldin iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik orttirmagan jonga bu iymoni foyda bermaydi. Ayting, kutaveringiz, biz ham kutuvchilarmiz. Dinlarini firqalarga bo'lib, turli guruhlarga aylanganlar uchun biror narsada siz mas'ul emassiz. Ularning ishi Allohga havola. So'ngra u ularni qilib yurgan amallaridan ogoh qilur. Kimki bir hasana savobli ish qilsa, unga 10 barobar ko'paytirib yozilur. Kimki bir yomon gunoh ish qilsa, faqat o'sha gunoh miqdorida bir gunohga yarasha jazolanur. Ularga nohaqlik qilinmagay. Ayting, Rabbim meni to'g'ri yo'lga, rost dinga, Ibrohimning hanif, haqqoniy diniga yo'lladi. U mushriklardan emas edi. Ayting, albatta namozim, ibodatim va hayotu mamotim olamlar Rabbi bo'lmish Alloh uchundir. Unga hech qanday sherik yo'qdir. Mana shu aqidaga buyurilganman va men Allohning buyruqlariga taslim etuvchilarning avvaliman. Ayting, Allohdan o'zga parvardigor qidirayinmi? Vaholanki u hamma narsaning parvardigori bo'lsa, har bir jon inson faqat o'zi uchun ish qiladi.
hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga jonning yuki gunohini ko'tarmaydi.